Assalomu alaykum, topdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Əpəndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Türklər qag'aliqining kengaymichiliklərini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Türklər o'ziga birər dövlətni qo'shib olishda hərbiy kuchga tayangandan tashqari boshqa davlatlarning yordamini qo'lga keltirib, jiddiy, unumli bo'lgan diplomatiya tadbirlarini qo'llangan edi. Türklər qadimqi çağ diplomatiyasidagi tadbirlarning biri bo'lgan qudilishish tadbirini qo'llangan. Buningga Tumanxonning milodiy 551-yili G'arbiy Vey xonligining xon qizi Malika Changluga o'ylanishi, milodiy 554-yili İstami Yabg'u qizi Asina bekaning Eron shohinshohi Xisrav Anushirvonga yotliq bo'lishi, milodiy 558-yili Muqan Qag'anning qizi Asina bekaning Shimoliy Ju xoni Ju Mingdiga yotliq bo'lishi, Ju va Suy sulolasi, Tang sulolasi malikalarining Turk va Uyg'ur qag'onlariga yotliq bo'lishi misol bo'ladi. Qudilishish davlatlar bilan davlatlar orasidagi do'stlikni saqlaydi. Zarur tepilganda bir-biriga nisbatan ittifoqdoshlik majburiyatini o'taydi. Ya'ni urush harakatlariga qatnashadi. Ikki davlat hukmronlari orasidagi qudilishish siyosiy diplomatiyalik maqsadlarini ko'zda tutganligi uchun unda qudilishishni xalqlar bilan xalqlar orasidagi tarixiy do'stlik deb olg'ili bo'lmaydi. Tarixiy faktlar bizning hukmimizni isbotlaydi. Muqan Qag'an Xuanxe vodisidagi Shimoliy Chi xonligi bilan Shimoliy Ju xonligiga nisbatan o'xshashmagan siyosat qo'llangan. Muqan Qag'an Shimoliy Ju xonligi bilan yiqilishib, Shimoliy Chi xonligini tahdid ostiga olgan. Turklardan qo'rqib qolgan Shimoliy Chi xonligi milodining 555-yili 1,800,000 kishini safarbar qilib, Sadichin sepilining, ya'ni o'z xalqining shimoliy qismidagi 900 chaqirim uzunliqdagi bir bo'likini yasab mustahkamlagan. Milodining 556-yili Muqan Qag'an Tuyg'unlar xalqini bo'ysundirganda Shimoliy Chi xalqi texmi qo'rqib ketgan. Shu sababga ko'ra Shimoliy Chi xalqining xoni Gaoyangning buyrug'i bilan Shixi, bu joy ismi, Shixidan tortib sharqdagi dengizgacha bo'lgan 3000 chaqirim uzunliqdagi Sadichin sepilining bir bo'ligi yasalgan. Har 10 chaqirim joyda askar turg'izilgan. Muhim oblast va harbiy bekatlarda 2 dan qarovulxona yasalgan. Muqan Qag'an qizi Asina bekani milodining 558-yili Shimoliy Ju xonligining xoniga yotliq qilganda, Shimoliy Chi xonligi o'z davlatining shimoliy qismidagi Sadichin sepilini tuzashtirib, yasab mustahkamlashga kirishgan. Bu qurilishda 100,000 jang eti o'lib ketgan. Shimoliy Chi xalqining mundaq haddi hisobsiz eg'ir chiqimlarga qaramay, Sadichin sepilni yasab mustahkamlashi turklardan mudofialanish uchun edi. Muqan Qag'an milodining 557-yili G'arbiy Vey xalqining o'rnini olgan Shimoliy Ju xalqini o'ziga yaqin tutib, Shimoliy Chi xalqiga burunqidakla so'g'uq muomalada bo'ldi. Shimoliy Chi xalqi turklarning avarlarni tarmar qilishga yordam berishi u yoqda tursin, avarlarning qoldiq kuchlarini qo'llab, turklarga qarshi harakat qildi. Shimoliy Ju xalqi bilan Shimoliy Chi xalqi Xuanxe vodisini birlikka keltirish uchun biri yana birini yo'q qilishga intiladi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun ularning har biri turk qag'onligining yordamiga ega bo'lmoqchi bo'lishdi. Muqan Qag'an bundaq yaxshi vaziyatdan foydalanib, har ikki davlat Chi bilan Juning dushmanlashib, bir-biri bilan bo'g'ishib turishini qo'llab, Shimoliy Ju xalqiga yiqilishib, Shimoliy Chi xalqiga yomon munosabatda bo'ldi. Muqan Qag'an milodining 562-yili Oq Hun imperiyasini tarmar qilib, g'arbdan sharqqa poytaxt o'tokanga qaytib kelgandan keyin Shimoliy Ju xalqi bilan birlikda Shimoliy Chi xalqiga qarshi urush boshladi. Bundaq urush 2 qitim bo'ldi. Bir qitimligi milodining 563-yili bo'lgan bo'lsa, yana bir qitimligi milodining 564-yili bo'ldi. 2 qitimliq urush turklar uchun muvaffaqiyatsiz chiqdi. Chunki turklar Shimoliy Chi xalqining butunlay tarmar bo'lishini izlamagan bo'lsa kerak. Shundaq bo'lganda ikki dushman davlat Chi bilan Ju mavjud bo'lib turaveradi. Bu turklar uchun foydali edi.
Ammo urush harakatlari Shimoliy Chi xalqining territoriyasida bo'lganligi uchun Chi xalqi og'ir ziyonga uchrab ojizlab ketdi. Dal shu mezgilda Jungoning janubida Qing xalqi degan bir davlatmi bor edi. Qing xalqi Jungoning janubiy qismini qisman birlikka keltirgan edi. Uning shimolidagi Qi xalqi bilan Ju xalqi bir-biri bilan dushmanlik holatda turganligi uchun Jungoda turklarga qarshi turg'udek birlikka kelgan kuch yo'q edi. Uning ustiga milodining 558-yili Shimoliy Ju xalqining xoni Muqan qog'onning qizi Asina bekaga uylangandan tortib, Shimoliy Ju turklarga har yili 100 ming top tovar durdun, kimxob, ipak mol berib turgan. Shimoliy Ju xalqining poytaxti Chang'anda turilgan turklar nihoyat hurmatli edi. Ulardan kimxob to'llarni kiyib go'sh yeb yuradiganlar har doim necha mingga yetadi. Shimoliy Chi xalqimi turklarning hujum qilishidan qo'rqib, ularga xazinadagi boyliqlarini qo'ymay degdek berib turadi. Milodining 574-yili turklarning ulug' qog'oni Muqan olamdan o'tdi. Uning o'rniga Tumanxonning kenji o'g'li Tavarxon qog'on bo'ldi. Uning vaqtida, ya'ni 574-yildan 581-yilgacha texmo kuchaygan turklar Jungoni burunqiga qaraganda texmo dahshatlik andishiga silib qo'ydi. Shimoliy Ju xalqi bilan Shimoliy Chi xalqi turklarga xushamat qiladi. Go'yo qaram bir holga tushib qolgan edi. Nihoyat mag'rurlanib ketgan Tavarxon o'rdisidagi beklarga Janubda menga hurmat bildirib turgan sodiq ikki o'g'lim bo'lganligi uchun har qanday ofat yuz bersimi dunyo dapinamdan o'ksib qilishdan ansirmayman deb maqtangan edi. Tavarxonning yuqoridagi so'zidan Shimoliy Ju xalqi bilan Shimoliy Chi xalqidan iborat ikki davlat xonlarining turklarning nazarida balo xonlar darajasiga tushib qolganligini bilgili bo'ladi. Ju bilan Chi amaliyotda turklarga beqini bo'lib qolgan edi. Ju xalqi bilan Chi xalqidan har yili turk qog'onligining poytaxti o'tokanga avatilgan necha 100 ming top tovar durdun, ipak mollar amaliyotda turk qog'onligiga to'linayotgan yasoq siliqdan boshqa narsa emas edi. Shimoliy Ju xalqi Tavarxonning odatdan tashqari mag'rurlanib, bexastalik qilishidan foydalanib, Shimoliy Chi xalqiga umumyuzlik hujum boshladi. Shu chaqda Shimoliy Chi xalqi turklarga elchi avatib, ahvolni Tavarxonga ma'lum qildi. Lekin ular kechikka edi. Turk qo'shinlari yordam uchun yo'lga chiqishga tayyorlanayotganda, Shimoliy Chi xalqi Shimoliy Ju xalqi tarafidan yo'qitilgan edi. Shimoliy Chi xalqining shahzodasi Gao Shaovi Tavarxonning qishiga qochib bordi. Turklar milodining 577-yilidan tortib 579-yilgacha Gao Shaovini yo'lab Shimoliy Ju xalqiga qarshi urush harakatlarini olib bordi. Tavarxon Shimoliy Chi xalqini asiga keltirishga urindi. Jungoda bir qancha davlatning birla vaqtda mavjud bo'lib turishi turklar uchun foydali edi. Shimoliy Ju xalqi milodining 579-yili Tianjin atliq malikini Tavarxonga yotliq qilish orqali vaziyatni o'ngishib oldi. Bir malika qizni deb Shimoliy Chi xalqini asiga keltirish niyatini yongan Tavarxon Gao Shaovini Shimoliy Ju xalqining poytaxti Chang'anga avatib berdi. Milodining 580-yillardan tortib Sharqiy Osiyo quruqligida nihoyat jiddiy o'zgarishlar yuz berishga boshladi. Milodining 581-yili Shimoliy Ju xalqining o'rnini Sui sulolasi oldi. Shunda boshlab Jungoda uzoq davom qilgan bo'linish holati oyoqlashib, birlashgan kuchli davlat Sui sulolasi vujudga keldi. Turk qog'onligi Tumanxondan tortib Turan qog'onining vafotigacha bo'lgan 50 yil ichida borgan siri kuchib misli ko'rinmagan holatda gulinish bosqichiga kirgan edi. Jungoda qudratli Sui sulolasi vujudga kelib kuchaygan chaqda Sui sulolasi 589-yili Chi xalqini yo'qotgan edi. Turk qog'onligida bo'linish, ojizlashish signali chilinishga boshlagan edi. Milodining 581-yili turklarning cho'ng qog'oni olamdan o'tgandan keyin Muqan qog'onning o'g'illari bilan Tavar qog'onning o'g'illari orasida qog'onlik taxtini talashish yuz berdi. Oxiri Tavar qog'onning o'g'li Savarlu qog'on bo'ldi. U Ilquluq Sadbaga Ishbara qog'on deb ataldi. Qog'onlik taxtini talashgan Apa qog'on Muqan qog'onning o'g'li vaqtincha tinjigan bo'lsa-mu, yang ichida xanjar saqlab payt kutib turish yo'lini tutdi.
Türk hükümranları içində kəskin ziddiyət payda bolğanlıqdan nəhayət xoşal bolğan Süyvendi Yangjian türklərə yumşaq muamilə qilishdan bosh tortdi. Yangjian Səddicin sepilini igiziltishga və qo'shin to'plashga kirishdi. Süyvendi türklərning o'z ichidagi ziddiyatidan foydalanib, ularning orasiga adovat uruqini chechib, ularni bir-biri bilan so'qishtirib, oxirida birla yo'qotish tadbirini qo'llanish qaroriga keldi. Bundaq tədbirni Süyvendiga uning nihoyatda hiylagar va aqlli qo'mondoni bo'lgan Jang Songxin ko'rsatgan edi. U mundaq degan edi: Hozirgi ahvoldan qaraganda, turklarning yiroqdikisi bilan do'stlashib, yaqindagilarga hujum qilsak, kuchliklarning orasini buzib, ularni bilib tashlab, ojizlari bilan birlashsak, 10 necha yildan keyin fursat tepib, turklarga yurish qilsak, biroqla hujum bilan ularning davlatini yo'q qilib o'tamiz. Süyvendi o'z maqsadini amalga oshirish uchun Jang Songxin ko'rsatgan tadbir bo'yicha turklarga nisbatan bo'lgunchilik siyosatini qo'llanib, ig'vo tarqitib, turk xonlarining orasini buzish, ularni bir-biri bilan so'qishtirish, ba'zilarini o'z iniga tortib, ularga malika qizlarini yotliq qilish, esil sovg'a salomlarni taqdim qilish, pul, mol, boylik berib setib olish, zarur tepilganda harbiy kuch bilan hujum qilish qatorliq usullarni qo'llandi. Мәсәлән, Süy sulolasi Savarlu qağanın oğlu Kimin Törexanni iniga tartib, uni cho'ng qağan To'nga Turan qağanға qarshi aylandirish uchun uningga Anyi Yiching otliq ikki malikini yotliq qildi. Yuqorida tilga ilingan sabablardan ko'ra, milodining 582-yilidan boshlab turklar bilan Jungo orasida urush yuz berdi. Miladining 582-yili Savarlu qağan 400 ming kishilik otli qo'shinni atlandirib Jungoga hujum qildi. Süy sulolasi og'ir xavf ostida qoldi. Turk otli qo'shinlari Chang'anga yaqinlab keldi. Dal shu chaqda yurishga qatnashgan Tarlu qağan, Turk qağanligining g'arbiy tarafini boshqurgan qağan, cho'ng qağan Savarluning buyrug'iga bo'ysunmay, o'z qo'mondonligidagi qo'shinlarni chekindirib ketdi. Qursuqida adovat saqlab yurgan Apa Xanmu bumu yurishga qatnashgan. Süy sulolasi diplomatlarining oldin xaltasiga tushib, Chang'anga berib, Yangjianni ziyorat qildi. Mana shu voqea yuz berganda, Jang Songxin Savarlu qağanning qo'l ostidagi Zamxonga elchi avatib, Toralar, ya'ni Sharqiy Uyg'urlarni demoqchi, Savarlu qağanga qarshi isyon ko'tardi. Ular qağanning ordisini besib olmoqchi, deb yolg'ondan ig'vo tarqatdi. Zamxon orqali yetkazilgan bu ig'voga ishongan Savarlu qağan turk qo'shinlarini chekindirib qaytib ketdi. Süy sulolasi xatardan qutulib qoldi. Shundan boshlab turk hukmronlari orasida ichki urush boshlandi. Apaxon Savarludan yengilib, Tarlu qağanning qishiga qochib ketdi. Tarlu qağanning yordamiga ega bo'lgan Apaxon bilan Savarlu qağan orasida bir necha qitim urush bo'ldi. Türk qağanlığı Savarlu qağandan tartib, Çorbağa qağan, To'nga Turan qağanlargacha bo'lgan 20 yil ichida ular o'zaro davom qilgan urushlar va Süy sulolasining bo'lgunchilik silishi qatorliq sabablar tufayli oxiri Sharqiy Turk va G'arbiy Turk qağanliqlariga bo'linib ketdi. Süyvendi milodining 600-yili Kimin Töre qağanға nurg'un qo'shin bilan yordam berib, uni cho'ng qağan Turan qağanға qarshi kuch kiritib qo'ydi. Kimin Töre qağan Turan qağanni mag'lub qildi. Shu chaqda Tarlu qağan o'zini cho'ng qağan hisoblab, bilga Tarlu qağan deb ataldi. Milodining 603-yili Süy sulolasining yordamini olgan Kimin Töre qağan bilga Tarlu qağanni tarmar qildi. Tarlu qağan ko'k nurga qochdi va shu yerda bo'lgan urushda o'ldi. Kimin Töre qağan turklarning cho'ng qağani bo'lgan yili, ya'ni 603-yili g'arib qağanlari mustaqillik holatini shakllantirib, sharqdagi cho'ng qağanga bo'ysunishdan bosh tortdi. Shundan tortib, G'arbiy Turk qağanligiga Apa qağanning avlodlari qağan bo'lishga boshladi. G'arbiy Turk qağanligining territoriyasiga Ili vodiysi, O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo, Afg'onistonlarmi tava bo'ldi. Sharqiy turklarning territoriyasiga hozirgi Mong'oliyaning g'arbidagi Quydu rayonidan g'arbda Uluq okeanigacha bo'lgan joylar tava bo'ldi. Sharqiy Turk qağanligiga O'to'kan, G'arbiy Turk qağanligiga Mingbuloq, hozirgi Qirg'iziston poytaxt bo'lgan edi.
Miladining 600-yilları türklar bölünüp ketgan bolsa-mu, Süy sulolasi türklarni bir yo'li yo'qotishga petinolmadi. Miladining 609-yili Sharqiy Turk qag'onligining tunji qag'oni Kimin Töri qag'on olamdan o'tdi. Uning Sivarxon, Chulukxon, Qaraxon otliq 3 o'g'li bor edi. Kimin Töri qag'on vafotidan keyin uning 3 o'g'li orqa-orqadan Sharqiy turklarga qag'on bo'ldi. Sharqiy Turk qag'onligi Sivarxonning vaqtida kuchayib, Sharqiy Osiyodagi xeyli qudratli davlatga aylandi. Sivarxon 1 milliondan ortiq otliq qo'shinni tashkil qildi. Sivarxon milodining 615-yili Jungoning podshohi Süy Yangdining sayli qilish uchun Jungoning shimoliy chegarasiga yaqin bo'lgan joylarga kelganligini xabar tepib, uni tirik tutib olish uchun bir necha 100 ming kishilik otliq qo'shin bilan hujum qilishga tayyorlandi. Sivarxonning malikasi Yiching, turklarga otliq bo'lgan Xanzu malikasi, o'g'irliqcha odam avatib bu xatarlik ahvolni Süy Yangdiga ma'lum qildi. Ahvoldan xabar topgan Süy Yangdi aloqzada bo'lgan holda aldirab tenab orqaga qarab qechib, Yanmin shahriga kelib oldi. Hayal o'tmay Sivarxonmu Yanmin shahriga besib kelib shaharni qorishib oldi. Yanmin viloyatiga qarashli 41 shahardan 39 ni turklar besib oldi. Qo'rshovda qolgan Süy Yangdi nima qilishini bilmay, bovoq o'g'li Yangovni quchoqlab kech-kunduz yig'lab ko'zlari ishib ketdi. U shundoq og'ir holga tushib qolganda, uning vaziri Shoyu Sivarxonning malikasi Yichingning oldiga maxfiy odam avatib malikiga nurg'un oltin kumush para berib, uningga podshoh Süy Yangdini qo'rshovdan qutuldirishning tadbirini uqtirdi. Ig'vogar va hiylagar bo'lgan Malika Yiching Shoyuning tadbiri bo'yicha Sivarxonga odam avatib yolg'ondan ig'vo to'qib, hozir orqa tarafimizda shimoliy tarafni demoqchi, jiddiy ahvol tug'ilibdi, dedi. Malika Yichingning ig'vosiga ishongan Sivar qag'on turklar elida qo'zg'olon ko'tarilgan o'xshaydi deb ansirab, Yanmin qo'rshovini amaldan qoldirib qaytib ketdi. Süy Yangdi turklarga asir bo'lishdan qutulib qoldi. Jungodagi Süy sulolasi milodining 618-yili dahshatli dengiz to'lqinida ko'tarilib g'arq bo'lgan qiyiqdek ichki Asiyalarning shiddatli zarbasida ag'dirildi. Uning o'rnini Tang sulolasi oldi. Taxminan 300 yil hukm surgan Tang sulolasining tunji podshohi Li Yan Tang sulolasini qurishda Sivar qag'ondan yordam olgan edi. Turklar Li Yanga Chang'anni besivishda harbiy kuch bilan yordam bergan. Sharqiy turklarning Chang'anga kelgan elchilari o'zini to'liq mag'rur tutib, yangi qurilgan Tang sulolasini go'yo o'ziga qaram davlat qatorida ko'rdi. Zodi ko'zga ilmagan, demismi Li Yan boshda o'zining Sivar qag'oniga beqinganligini bildirgan. Shuna qilib bugungi o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.